Sarvar, ko'rinishim qanday, yaxshimi? Aka, lekin quyoshga qop-qora ko'rinyapsiz. Qozonda bor cho'mishga chiqadi-ku, o'zi qora odam bo'lsam uka. Kiyimchilar qanday yoki ko'rinishchalar, qora basharalarga yarashyaptimi? Короче, boy akalar, gap kiyimda emas. Meni bashara qop-qora basharamda emas. Mana shu orqamda ko'rib turgan 2 gektar yerlaring, mana shunaqasiga, shu oxirgi binogacha. Bu chegarasi mana shu ikkita stolbadan 5 metr nariroqda. 2 gektar. Oldin buni egalari pitsa fabrika qilib ishlatmoqchi bo'lgan, lekin planlar o'zgarib ketgan, puli ko'payib ketgan, to'g'rirog'i pitsa fabrika emas, boshqa narsa qilmoqchi bo'lishgan. Dokumentida hech qanaqa muammosi yo'q deyishdi. Faqat ma'ni bo'lsa, pulni shtir sanasalaring, nomlaringga sirada o'tkazib yuboradi. Qancha ekanligini, narx-navosini o'zlarining kommentariyada aytib o'tib ketasizlar. Egasini men raqamini qoldiraman. Egasiga telefon qilib turib, narx-navosi bo'yicha o'zlaring ma'lumot olishlaring mumkin. Egasi aytdi, aka dedi, sir saqlanib qolsin bizning narx-navomiz dedi. Kommentariyada oldin o'zining fikrini qoldirsin dedi. Agar dedi, kim dedi, to'g'ri narxini topa oladigan bo'lsa dedi, o'sha odamga dedi, bitta dedi. Sizlarga yana bonus sifatida boya aka men sizga aytib o'tib ketay, mana shu ko'rib turgan bog'changizni, kichkina daraxtchalaringizni men o'zim qo'lim bilan ekkanman, hammasini sizga bonus sifatida tashlab ketaman boya aka, hech qayerga ko'chirib olib ketmayman. Javob. Boya akalar, mana shu yo'l 3-mikrorayon Kuruk Zabravkasidan Ulg'obodga qarab kelish, mana bu chap tomon Ulg'obodga qarab ketish. Mana T obrazka yo'l, o'ngga chapga. Shunday o'ng qo'lga burilasizlar. Mana shu ko'rib turgan binolaringning yonidagi chap tomondagi 2 gektar yerimiz.